Assalamu alaikum. Ben Hidayetullah Oğuzhan. Özüm Şarkı Türkistan'ın Kaşgar vilayetinden. Menin Şarkı Türkistan'da fakatla anam, 4 sanım bir inim var. Başka bütün tukallarım Şarkı Türkistan'da hayat. Ama lekin ahirki 2 yıl jarayonida men anam bilen, sanallarım bilen, başka hiç kanda tukallarım bilen, hiç kanda alaka irtibat kılamavatına. Ola hayat mı, turmudu mu, Xitayning nazi kamplarida sonluq holatda survatamdi. Buni men hech xabar olmadim. Men anam bilan ko'rishamedim. Sing'illarim bilan ko'rishamedim. Anam nerede, sing'illarim nerede, nima ahvolda bilmayapman, qattiq qayg'uryapman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Arafat Ababekri, o'zim Sharq Turkistonning Qarmay shahridan bo'lman. 2010-yili men Turkiyaga Istanbulga kelgan, oilam Sharq Turkistonda qolgan. 2017-yilgacha oilam bilan to'g'ri orqali xabarlashayotgan edim. 2017-yili tuyuqsizlam uydagilarim yo'qolib ketdi. Anlasam dadam Ababekri Yusuf, apam Tamara Abdikerim ve sing'illarim Zubira Ababekri ve Asanat Ababekri'ni saqchilar olib ketibdi. Şunun yoqi hech qanday xabar yo'q, uydagilarim yo'qolib ketdi. Men bu ishlar to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik qarindoshlarim. Men Maryam Abduriyim, Avstriyada turman. O'zim Gulshar Boyko'ldan. Men bugun akamning balasi, singlimning ishga balasiga guvohlik berman. Bu akamning o'g'li Abduvaris Abdusami. O'zi Gulshar Boyko'lda o'tirdi. 2017-yili 11-oyda yig'ilish lagerlariga sulab, bu yil 9-oyda kesib o'tgan xabarni angladim. Bu balning hech qanday bir gunohi yo'qdi. Öz aldığa remotxana içib olgan, öz remotchidi. Bu singlimning ishki balasi. Shavkat Nurmamat, singlisi Latifa Nurmamat. Shavkat Nurmamat Chor maktabning oyliklar binosida o'tirdi. O'zi Chor maktabning mal doktorlik kasbini o'qigan, o'zining kasbini ishlayotdi. Bu singlisi Latifa Nurmamat tibbiy maktab sestralik sinfini bitirib, oblastlik Jungiy doktorxonada ishlayotdi. Bu ikkilisining hech qanday bir gunohi yo'q, ishlayotgan bolalardi. Bularning o'xshashlam 2017-yili 11-oyda shu yig'ilish lagerlariga solab kesayotgan.